darsimiz. 他在学做中国菜呢。他在学做中国菜呢。U hozirda Xitoy taomlarini qilishni o'rganyapti. Xo'p, yangi so'zlarga qaraymiz. Birinchi yangi so'zimiz kan dian shi. Kan dian shi. Televizor tomosha qilmoq. Keyingisi kan shu kitob o'qimoq. Qaysi birida kitob o'qiyapti? Dedi. Keyingisi shui jiao uxlamoq. Da dian hua telefon qilmoq. Si. Xo'p, zuo fan ovqat tayyorlamoq. Keyingisi xue xi o'rganmoq, o'qimoq. Xo'p, endi keyingi yangi so'zlarni bir takrorlab olamiz. Yana bir wei degani alo degani. Xo'p, keyingisi xue xi o'rganmoq. Shui jiao uxlamoq. Xi huan yoqtirmoq. Da dian hua telefon qilmoq. Ye han shangwu. Xo'p, shangwu degani tushgacha. Dian shi televizor. Gei bu ikki xil ma'noda beradi. Unga yoki ga ma'nosini beradi yoki bermoq ma'nosini beradi. Xo'p, ba bu ingliz tilida let's, ya'ni qilaylik ma'nosidagi taklif so'zlar gaplarda qo'shiladigan va gapni oxirida qo'llaniladigan so'zimiz ekan. Xo'p, endi yangi so'zlarga o'tamiz. Yangi so'zlarni o'rganib bo'ldik. Endi tekstlarga o'tamiz. Xo'p, matnimiz. Birinchi matn. 昨天上午你在做什么呢？ 昨天上午你在做什么呢？ Kecha tushdan keyin siz nima qilayotgandingiz? 我在睡觉呢。 我在睡觉呢。 Men uxlayotgandim. Ni sizchi? 我在家看电视呢。 你喜欢看电视吗？ Men demak uyimda televizor tomosha qilayotgandim. Sen televizor ko'rishni yaxshi ko'rasanmi? 我不喜欢看电视. Men televizor ko'rishni yoqtirmayman. 我喜欢看电影. Men kino ko'rishni yoqtiraman. Xo'p, keyingi kuvanga o'tamiz. Kuvun 2, ikkinchi kuvun. 82304555，这是李老师的电话号码。Xo'p, 82304155 bu Li ustozning telefon raqamimi? E'tibor beramiz, mana bu yerda birni i emas, yao deb ketyapti. Demak, Xitoy tilida demak raqamlarni aynan telefon nomerlarini yoki xona raqamlarini nomerlarini aytadigan bo'lsak, biz bunda birda i emas, yao deb ishlatar ekanmiz. Keyingisi bu shi, ta de dianhua shi 82304156. Xo'p, uning unday emas, uning telefon raqami 82304155 va 6. Demak, ikkini aytayotganimizda e'tibor beramiz. Bu yerda r aytiladi, yoziladi va demak liang emas. Liang asosan hisob so'z va u otlar bilan qo'llaniladi. Xo'p, keyingisi hao, 我现在给他打电话. Yaxshi, men hozir unga qo'ng'iroq qilaman. Kimga qo'ng'iroq qilaman? Gei ta, unga qo'ng'iroq qilaman. E'tibor beramiz, aynan mana shu da dianhua bilan albatta gei, ya'ni ga so'zi ishlatilishi kerak, ya'ni qo'shimchasi. Kimga? Gei ta, unga. Da dianhua, qo'ng'iroq qilaman. Keyingisi ta zai gongzuo ne, ni xiao da ba. U hozir demak ishlayapti. Tushdan keyin qo'ng'iroq qiling. Bu yerda e'tibor beramiz, zai shimi n strukturasi qo'llanilyapti. Zai shimi n strukturasi bu hozirgi davomiy zamonni bildiradi va bunda egadan keyin fe'ldan oldin zai ishlatiladi va gapning oxirida n demak qo'shimchasi qo'shiladi. Zai
shimishimini ayni vaqtda davom etayotgan hozirgi zamonni bildiradi. Xo'p, ni xiao da ba. Siz demak tushdan keyin qo'ng'iroq qiling. Bu yerda ba qo'shimchasi aynan demak taklif ma'nosini